This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum hurmatli radio dinləyicilər. Erkin Asya Radyosu'nun lavazısıyla Amerika paytaxtı Washington'dan altyapımız. Anlatqanlarımız işimizin 4. dekabr çarşamba günü programması. Ben bugünkü programda Yasat Serkin mikrofonu alıyorum. Qadirli radio dinləyicilər, bugünkü bir saat programımızda diqqətinizə təvənnəkdə ko'rinlashtirdik. Bunun aldı bilen xəbərlər səhifəmiz diqqətinizdə болады. Ondan vaqe və mülahiza səhifəmiz bo'yicha anlatış beramiz. Xəbərlər səhifəmizdə Uyğurlar və dünya vəziyyətinə aid ən yeni fikirlərdə məlumat verimiz. Vaqe və mülahiza səhifəmizdə təfsili xəbər analizi, söhbət, məxsus proqramlar diqqətinizdə болады. Qadirliklə yanılğıcılar yuqorida bugünkü bir saatlik proqramımızdan qısqacha məzmunlardan vaqif boldunlar. Tövəndə diqqətinizlər təfsili məzmunlarda bolsun. Bunun da aldı bilen xəbərlər səhifəmizdə diqqətinizdə болады. Xəbərlərni iradə təyərləmə. Wall Street Journal 2 dekabr günü e'lon qilgan xabarida kelar oy vazifa topshirib oladigan prezident Donald Trump tarafidan tashqi ishlar ministerlik vazifasiga ko'rsatilgan Jumhuriyatchi Kengash palata a'zosi Marco Rubioning Xitoydan import qilishga tayinlagan shirkatlarning bo'libmi Shein va Temu qatorliq to'r parcha sotquvchilarining Amerikadagi tijoratini davomlashtirishiga yo'l qo'ymasligi mumkinligini bildirgan. Xabarda uning hatto Xitoydan import qilishga tayinlayotgan barliq import qiluvchilarning qabahatlik tushib qolishi mumkinligi bildirilgan. Xabarda deyilishicha, Xitoyning savdo uslubini, bo'libmi uning majburiy emgak siyosatini qattiq tanqid qilib kelayotgan Marco Rubio Amerika Davlat Majlisida ko'p qitim Xitoyning nachar savdo odatini jazolashni maqsad qilgan qonunlarni ilgari surgan va Bayden hukumatini tadbir qo'llanishga chaqirgan. U Xitoy qarta qattiq tadbir qo'llanishni talab qiladigan yangi va partiya hal qilgan savdo o'rtaq to'nishining kuchlik vakili bo'lib qolgan. Amerika Almatan xavfsizlik ministri Alejandro Mayorkas Wall Street Journal gazetining ziyoratini qabul qilganda uni Xitoydagi majburiy emgakka taqobil turishning chempioni deb atagan. Marco Rubio Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini vujudga chiqarishda hal qilg'ich rol o'ynagan shaxs bo'lib, bu qonun Xitoyni Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgaki sababidan jazolaydigan kuchli qurol bo'lib qolgan edi. Xabarda deyilishicha, Bayden hukumati Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini intayin qattiq ijro qilgan bo'lib, bu yil 11-oygacha ular Xitoydan kelgan taxminan 3 milliard 660 million dollar qiymatidagi molni tutib qolgan. Biroq shundaqdimi Marco Rubio hukumatni to'xtamay harakat qo'llanishga undamoqda ekan. Amerika Avam palata a'zosi Raja Krishnamurtimi gezitga qilgan so'zida Marco Rubioni kishilik huquq va Uyg'ur masalasining chempioni deb atagan. U kelar navbatlik hukumatning va Marco Rubioning Amerikaning majburiy emgakka tutgan qattiq usulni davomlashtirdi deb qaraydiganligini bildirgan. Raja Krishnamurti so'zida Amerikada har ikki partiyaning Xitoyning har qanday sohadagi zo'ravonlik siyosatlariga qarshi maydoni birdek bo'ladi deb ta'kidlagan. Xabardan qaraganda, hozir Amerika Davlat Majlisida har ikki partiyaning Xitoyga qattiq qo'l bo'lish maydoni birdek bo'lgandan boshqa, Amerikadagi to'qimchilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilaridan tortib, kishilik huquq tashkilotlarigacha, hatto qonun ijro qiluvchi organlargacha bo'lgan har xil guruhlarning Xitoyga qattiq qo'l bo'lish haqidagi ko'z qarashi birdek bo'lib, ular hukumatdan kuchlik harakat talab qilmoqda ekan. Dünya Uyghur Qurultayı Uyghur Hareketi Təşkilatı, Amerika Uyghur Cəmiyyəti qatarlıq təşkilatlar və Uyghur Akademiyası, Uyghur Tədqiqat Mərkəzi qatarlıq orunlar birlikdə uyuşturğan Uyghur irqiy qırğınçılığı, milliy kimlik və mədəniyyətini qoğdaş temisidagi muhokama ko'rgazma yig'ini 4 dekabr Amerikaning poytaxti Washingtonda boshlandi.
4 dekabrdan 7 dekabrgacha davomlashadigan 3 kunlik yig'inda Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan bir paytda Uyg'ur milliy kimligi va madaniyatini qo'g'dash, Uyg'ur davosining ta'sirini oshirishga doir muhim temalar bo'yicha ilmiy doklad berish, guvohlik berish yig'ini, rasmiy ko'rgazma va yumaloq ustal suhbatlar o'tkazilmoqda. Mazkur yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan tadqiqotchilar, kishilik huquq mutaxassislari, ilmiy xodimlardan bo'lib ko'plagan kishi qatnashadi. Yig'in 4 dekabr kuni atdiganda Amerika Kommunizm Qurbonlari xotira fondi binosida o'tkazilgan ichilish murosimi bilan boshlangan bo'lib, murosimda Uyg'urlarning madaniyat va kishilik huquq sohalaridagi to'nilgan zotlar so'z qilgan. Kun tartibga asosan 4 dekabr tushdan keyin Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, kishilik huquq, kimlik va madaniyatni qo'g'dash nomli rasm ko'rgazmasi ochilgan bo'lib, bu ko'rgazmaga Todd Stein qatorliq davlat majlisi a'zolari qatnashadi ekan. 5 dekabr kuni yana Amerika Davlat Majlisida Xitoy Kompartiyasining tarixni o'zgartirish va madaniyatni yo'qotishi mavzuliq guvohlik berish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, bu yig'inda doktor Rishad Abbas qatorliqlar so'z qiladi ekan. Uyg'ur Akademiyasining yig'ini 6 va 7 dekabr kunlari Amerika Tashqi ishlar ministrligi hamda Amerika Tinchlik instituti qatorliq o'rinlarda o'tkaziladigan yumaloq ustal yig'inlari bilan davom qiladi ekan. Janubiy Xitoy Atigalik pochtasi gazetining xabar qilishicha, Amerikaning Xitoyga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgak siyosati sababidan qo'ygan jazo tadbirlarining natijasida Xitoyning O'rta Osiyo va Pokistonga bo'lgan ehtiyoji kuchayib ketgan. Xitoy uchun aytganda, O'rta Osiyo davlatlari va Pokistonning strategik ahamiyati kun sari oshayotgan bo'lib, Xitoy bu davlatlar orqali Amerika va Yevropa bozoridan tortayotgan ziyinni to'ldirishning ko'ydi ekan. Uyg'ur ayliq hukumatning sonliq ma'lumotlariga qaraganda 2023 yili Uyg'ur eli bilan O'rta Osiyo davlatlarining import-eksport umumiy qiymati 283 milliard 670 million yuanga yetgan bo'lib, bu oldingi yilga solishtirganda 50% yuqori bo'lgan. Ammo bir qism kuzatuvchilar bu tijoriy munosabatlarning davomli holda tez suratda o'rlab mangdiganligiga gumon bilan qaragan. Shanxay ijtimoiy fanlar akademiyasining O'rta Osiyo mutaxassisi Lili Fan yuqoridagi qarashni ilgari surib, Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi savdo darhol kengaymaydi, chunki har ikki taraf G'arbning ikkinchi darajalik jazosidan saqlanishga tirishadi. Donald Trump vazifaga o'tirgandan keyingi vaziyatga aniq bir narsa degili bo'lmaydi. Shunga tashqi savdo munosabatlarini men undaq tez ilgarilaydi deb qaramayman degan. U yana Xitoyning O'rta Osiyo bilan bo'lgan savdosining to'liq taraqqiyoti Xitoy-Amerika munosabati yaxshilanganda, Rossiya-Ukraina urushi oxirlashganda barliqqa kelishi mumkin deb ko'rsatgan. Amerika prezidenti Joe Biden 4 dekabr chorshanba kuni Angolaning Lobito portida Afrika davlatlari rahbarlari bilan ko'rishgan. Uning bu uchrashishda Kongo va Zambiyadagi strategik mineral moddalarni Lobito porti orqali g'arbga yetkazadigan temir yo'l qurilishini kengayish planini ilgari surganligi ma'lum. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu temir yo'l qurilishi Amerika hukumatining Xitoyning rayondagi ta'sirini azaytish tirishchiligining bir parchasi ekan. Xitoy Kongo Demokratik Jumhuriyatining konchilik sohasida aktiv harakat qilayotgan bo'lib, bu kalla batariya va boshqa sanoat zapchaslari uchun intayin muhim deb qaralgan mineral moddalarni eksport qildi ekan. Amerika bu mineral moddalarni g'arbga to'shiydigan Lobito temir yo'l qurilishini qo'llash uchun $550 million mablag' solgan bo'lib, bu Angoladagi bo'lgan temir yo'lni yangilash va uni birinchi bosqichining bir qismi sifatida Kongoning qon markaziga kengaytirishni o'z ichiga oladi ekan. Reuters agentligining deyishicha, Xitoyning Kongoning mis va kobalt zapasini o'z ichiga olgan halqiliq mineral moddalarini kontrol qilishi Amerikaning kuchli diqqatini qo'zg'ayotgan bir paytda Lobito Atlantik okean temir yo'li qurilishining 2022 yili g'arb shirkatlari birlashmasiga berilishi Xitoyning ta'siriga qarshi turishdagi bir g'alaba deb qaralgan. Oqsarayning bayonotida qaraganda, prezident Joe Biden bilan Kongo prezidenti Felix Tshisekedi
ikki davlatning mablag' selish va tinchlikni ilgari surishi va'dasini bayonlashtirgan ham Lobito turi haqida suhbatlashgan. Bu turning ikkinchi bosqichida Lobito koridori temir yo'lini Zambiyadan uzatib, Tanzaniyaning Hind okeaniga chiqadigan Darussalam portiga tutashtirish ko'zda tutilgan. Qadrli radio tinglovchilar, Amerika poytaxti Washingtondan oltyapmiz. Erkin Osiyo radiosining davlatisizlar. Anglayotganlar anlatışımızın 4 dekabr çarşamba günlük programmasi. Yuqorida xabarlar angladinglar. Tövəndə vaqe və mülahizə səhifimiz diqqətinizdə болады. Qadrli radio dinləyicilər, bugünkü vaqe və mülahizə səhifimizni diqqətinizdə tövəndəkdə o'rinlashtirdik. Bunun da öz muxbirlərimiz və hər qaysı əllərdə turuş ixtiyari muxbirlərimiz tayyorlagan Uyğurlarning siyosiy, iqtisod, madaniyat, ijtimoiy və iqlim masalalaryga doir təfsili xəbər, xəbər analizi, söhbət, məxsus proqramlar diqqətinizdə bo'ladi. Qadrli radio dinləyicilər, yuqorida vaqe və mülahizə səhifimizning qisqacha məzmunlarini vaqf bo'ldinglar. Tövəndə diqqətinizdə təfsili məzmunlarda bo'lsin. Biden hökumətinin köpçülük və köp tərəflilik tirişçilik orqali Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining sobiq raisi, advokat və kişilik hüquq fəaliyyətçisi Nuri Turkalning onasini Amerikaga kelganligi haqidagi xabar chet ellardagi Uyg'ur jamoati orasida kuchli ta'sir qo'zg'adi. Bu munosabat bilan radiomiz ziyoratini qabul qilgan Nuri Turkal apandi o'zining shu daqiqalardagi hissiyotlarini biz bilan o'rtoqlashdi. Tövəndə muxbirimiz İradədən bu vaqtda təfsili ma'lumot anglaysizlar. New York vaqti gazeti 2 dekabr kuni Xitoyda qapsilib qolgan Uyg'urlarni Amerikaga olib kelishning maxfiy plani ichida nomli maxsus xabarni e'lon qilib, Biden hukumatining Amerikadagi Uyg'ur advokat, Davlatlik xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkal apandining onasi Aysham Mahmud xonimni Amerikaga kelganligini dunyoga oshkorlagan edi. Aysham Mahmud xonim Amerika hukumati ko'rsatgan bir qator diplomatik tirishchiliklar natijasida Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nicholas Burns apandining bevosita uzitib qo'yishi bilan o'tgan hafta, ya'ni 27 noyabr kuni Amerikaga yetib kelib, 20 yildan beri ko'rishanmagan o'g'illar bilan jam bo'lgan. Radiomiz Uyg'ur bilimi direktori Alim Seyitov apandi bu hayajonli xabarning tafsilotini radio anglovchilarimiz bilan o'rtoqlashish maqsadida Nuri Turkal apandini ziyorat qildi. Nuri Turkal apandi Aqsaroydan opasining keladiganligi haqidagi xabarni olgandan keyingi hissiyotlarini tasvirlab, buning o'ziga hali ham bir tushdak bilindiganligini aytdi. Men apamni 20 yil oldu ko'rmagan. Mening bu yerga inimni 20 yil ko'rmagan. Hem 20 yildan beri hasrat, nadomatda, ümidsizlikda, ba'zi kunlar umid, ba'zi kunlar ümidsizlik bushta ichida yashab, oxirgi kunlar kelgan chog'dan u dunyoda ko'rishga o'xshaymiz degan ko'z qarash yashayotgan bo'lg'achqa, bu opamning bu yerga safar qilishi menga hozirgacha ishongiz kelmaydigan naqmishtaq bir tuyg'u, his tuyg'uni shakllantirdi. Şu anda ben bu ayrılış hicran içinde yıllardan beri 20 yıldan beri yaşap, endi ahire bu Allah'ın bizge bergen orlaştırış okşaydı o da bu reallıqni qabul qilib yaşığınım üçün tuyuqsuzdan bu xabar bana Amerika hükümeti Aqsaroydan yakshanba kuni uqtirdi, o'tgan yakshanba kuni rasmiy shaklda. Endi shundan tortib chorshanba kuni kechda opamni bo'g'ich orliqda xuddi havoda bir laylab qolgandek. Xuddi necha vaqtdan beri meni bir ichimni silib bir hasrat nadomat yashayotgan hayotimdagi normallikni normalsiz tarafga akitayotgan shunday his tuyg'ularimning asta-asta kallamni qurul qilib chiqayotgandek bir his tuyg'uda bo'ldim. Nuri Turkal apandi apasining Amerikaning maxsus aeroplani bilan Texas shtatidagi harbiy aerodromga qo'nishi va u yerda bir harbiy qo'mondan tarafidan kutib olinib, o'ziga salomat topshirib berilishiga qadar bo'lgan bu jarayonlarning ham xushalliq, ham bir Amerika fuqarosi bo'lganligi uchun cheksiz iftixorlik tuyg'usi paydo qilganligini aytdi.
bir şəhərdən tışığı çıxanmaydigan holatdagi bir 73 yoshlik onaning oxiri Amerika prezidentining o'rlashtirishi bilan alayida aeroplanda Beijingdan Amerikaning bir havo armiyaning bazasiga kelishi va yo'lda Amerikaning prezidenti va tashqi ishlar ministrining telefonini qabul qilganligi bu jarayonlar hozirgacha meni bir xil iftixorlik ichida yashityotidi. Endi o aeroplanning tushishidan tortib u murosim Amerikaning shu havo armiya bazasining qo'mondonining peshtaxtining yonida turib turmadan chiqqan uchaylangi boshda undan keyin opamga salom berib qabul qilishi bir Uyg'ur farzandi bo'lish sutim bilan meni shu Xitoyninki qayta tarbiyalash markazida tuqqan bir onaning farzandi bo'lish sutim bilan va Amerikaga bir ko'chman bo'lish sutim bilan nihoyatda iftixorlik his tuyg'usida bo'ldim. Ma'lum bo'lishicha, Nuri Turkal apandining Uyg'ur da'vosidagi aktivlarning biri bo'lishi sababidan Xitoy hukumati xeli burunlar, ya'ni 2006-yilda uning ota-onasining pasportlarini tatib olgan. 2015-yili Xitoy doiralari Nuri Turkalning dadasining Turkiyaga kelib, 4 o'g'li bilan qisqa muddat ko'rishiga yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, ammo opasining berishiga yo'l qo'ymagan. Nuri Turkal o'zining opasi bilan jam bo'lish ko'rishining uzunga so'zilgan hikoyasini bunday bayon qiladi. Mecburi ailesining bo'linib ketish masalasi Uyg'ur xalqi duch kelgan eng cho'ng fojianing biri. Hamda insoniyatda onasi bilan dadasi bilan birga yashash, qarindoshlar bilan birga yashash, ota-onasi ballarga ehtiyoji bo'lgan chog'da yanida bo'lish bu faqat Uyg'urlarning urf-odat emas, bu insoniyatningki tegish qilishlik bir ishi. Endi mening onam endi vafot bo'lgan marhum dadamningki bu Xitoyda qapsilib qilish masalasi hozir hisoblab baksam 4-prezidentning oldiga kelgan bir masala. Endi men bu davoni 2006-yili dadam opamning pasportini tatib olgan chog'da sobiq prezident Bushning davrida shu vaqtida boshlagan bu mujodala. Endi u vaqtlarda Uyg'urlarga pasport berilmaydi degan bo'libmi shu sirtdagi aktivizmga, siyosiy faoliyatlarga bog'lantısı va Manga o'xshash Uyg'urlarning oilasiga chiqish cheklangan degan shunday bir cheklim bo'lgani uchun bek ilgirlash bo'lmagan. Bundan keyin Obamaning davriga keldik. U 8 yil jarayonida Amerika bilan Xitoyning munosabatlari yaxshilanish tarafiga o'tgani uchun bundaq shaxsiy masalalarga arzu qanday yaxshi bir ko'ngil bildigan bir ahvol bo'lmagan. Bu Trump hukumati kelgan chog'da 2017-11 oyda bu hozir shu men bular bilan do'stligimni cho'nqur o'rnilib ketgach hozirgacha yaxshi o'tyapman. Shu Trump hukumatidagi yuqori darajadagi amaldorlar Trumpningki tunji Xitoy safarida 10 odamning ismini Xitoy hukumatiga bergan, shuning ichida 3 Uyg'ur. U 3 odamning 2si mening ota-onam. Prezident Trumpning vaqtida bu masala bizning bu oila ahvolimiz shu prezidentlikki darajasiga yetkazgan mushtaq bir ahvol bo'lgan. Nuri Turkal apandining deyishicha, Xitoy hukumatining ayni chog'da Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi bo'lgan Nuri Turkalni jazo tizimiga kirgizishi va hamda uningga qaratgan besimini kuchaytirishi Amerika hukumatining bu masalaga yanada ko'p diqqat qilishiga sabab bo'lgan. O'zingiz bilasiz, men 2020-yili Nancy Pelosi xonim meni hukumat xizmatiga tayinladi. Tayinlagandan keyin bular meningga har turli bevosita vasitlik besim qilishlarni boshladi. Bu vaqtida shu vaqtdagi sobiq tashqi ishlar ministri, shu vaqtdagi muavin davlat bexatarlik maslahatchisi bu masalaga nihoyatda jiddiy muomala qilib, mening oilamga bo'lgan Amerika hukumatining pozitsiyasini elevate qilgan, yuqori ko'targan. Keyin sizning xabaringiz bor, 2021-yili men embargo bo'ldim, sanction bo'ldim. Xitoycha jisay deydi buni. Uyg'ur millatidan bo'lgan, men endi butun dunyoda Xitoy tarafidan jisay bo'lgan. Uni azlab o'tsasak 6 oydan keyin Rossiyadan embargo bo'ldim. Bu har turli hayotda qolaysizliklarni, bexatarsiz masalalarni tug'diradigan bir omillar. Bu bo'lgandan keyin endi bu Amerika hukumatida bu Nurining oilasi Amerika xizmat qilganlik sababidan Amerikadagi Uyg'urlarga vakil xarakterli nurg'un xizmatlarni qilgani uchun buni Xitoy hukumati buningga qaytarma zarba beryotdi degan tushuncha shakllandi. Endan keyin sizning xabaringizda 2022-yilda mening dadam vafot etib ketdi. Men hukumatda shu Yusufniki rahbarlik rolini o'tayotgan vaqtida ma'mur raisdim. Undan keyin shu mezgilda bu mening oila masalam yana bir baldaq yuqoriga ko'tarildi. Hayotda har turli peshkanliklarga uchragan bo'lsam-mu, Amerika hukumati bu ishning bu o'zining vatandoshiga o'ziga xizmat qilgan bir hukumat amaldoriga sahib chiqishni
bir devletninki ko'ngil bo'ladigan priority deymiz, alayda ko'radigan bir masalasi ko'rib, buni shundoq bugungidek bir xo'shamlarlik bir natijalarni oxirlashtirib chiqarib berdi. Nyu-York vaqti gazeti bu vaqtdagi xabarida Nuri Turkanning oilasi bilan jam bo'lishini Nuri Turkanning hamda Amerika amaldorlarining ko'p yillik tirishchiligining natijasi deb ta'riflagan. Xabarda prezident Baydenning Xitoy raisi Shi Jinping bilan bo'lgan ikki qatimliq uchrashishida Aysham Mahmud xonimning ismini tilga olganligi qayd qilingan. Nuri Turkan radiomizga bergan suhbatida Amerikaning bu harakatini o'ziga emas, balki barliq Uyg'urlarga ko'rsatilgan g'amxo'rlikning belgisi deb qaraydiganligini aytdi. Bu ko'rinishga Nuriga qilgan yordamdek bo'lsa-mu, buni Amerikadagi vatandosh Uyg'urlar buni bizga ko'rsatayotgan g'amxo'rlik deb ko'rish kerak. Chunki bu yerda 6 odam akeldi, prezident Bayden buning 3 Uyg'ur. U 3-ninkimi ikkisi Amerika vatandoshi emas. Mening opam bilan yana biri. Yani muşning o'zidan bizning hukumatimizning Uyg'ur masalasi qanchalik ko'ngil bo'lganligini bililishi kerak. Ondan keyin Xitoy hukumatimi bu Amerikaning prezidenti bu ishga qo'l tiqqandan keyin jiddiylikni his qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Va ular uchun hech narsa demayman. Lekin men o'zimning hukumatning ichida xizmat qilgan biri bo'lishim bilan va burunmi boshqa davlatlarda tutqun qilingan siyosiy mahbuslarningki va inson haqlari va diniy erkinlik sababidan solinib ketgan insonlarningki da'vogar bo'lgan biri bo'lishim bilan bundaq bir ishlarning qanchalik murakkabligini men yaxshi bilaman. Bu jinoyatchi almashtirish kelishimiga Xitoy hukumatini o'zininki vatandosh bo'lgan ikkisiga qo'shilishiga ruxsat qildira olganning o'zi ham mencha bir mo'jiza. Mushning o'zi ham bizning hukumatimizning qanchalik tirishchilik ko'rsatganligini ko'rilishi mumkin. Yani muşning hammasi gerçi mening onamga, mening ailemga bo'layotgan g'amxo'rlik bo'lsa-mu, bu butun dunyodagi Uyg'ur xalqiga Amerika hukumatiningki jiddiy bir qaraydigan bir xalq ekanligimizni, insoniy majburiyatni ado qiladigan bir hokimiyat, hukumat ekanligini ko'rsatishga bir yaxshi o'rnak bo'ladigan omil deb o'ylayman. O sözüdə ata-ana və uruq tuqqanları bilan jam bo'lishning bir insonning eng aqalliy huquqi ekanligini eskartish bilan birga o'ziga o'xshash ata-ana hasrati chekayotgan barliq Uyg'urlarning hasratining mushundaq go'zal bir natija bilan oyoqlashishini umid qilganligini aytdi. Men mushu iftixorlikning, mushu go'zal tuyg'ularningki, mening boshqa ata-onasidan ayrilib qolgan qarindoshlarimizning hayotida, orzu-armonlarida reallik aylansigan deb men shu o'tgan chorshanba kuni kechda opamni topshirib olgandan tortib bugun qadar qarab o'tiryapman, xiyollar ketyapman va boshqa menga o'xshash shundoq yillardan beri ota-onasidan ayrilib qolgan qarindoshlarimiz qanday yashayotganda, ularmi shunday menga o'xshab shundoq bir normal hayot imtiyoziga erishsa, yuraklari etilib ketadimi? Shu nevralarini mening opam nevralarini quchoqlab o'tirgandek Ettigende pişanlılık söyleyip mektep uzatkandak müşündaq bir en addi bir insani yaşaş uslubuğa erişki mümkünçilik kaçan bolar degen müştaq xiyallarning ichida o'tiryaptim. Rastgele qilsam men chorshanba kunidan itibaren hem bayram o'tda o'rkab qoldik. Birga rasmiy ish chiqdik. Men tuzuk ish qilib boqqanimni bilmayman. Shu hayajonning ichida. Men o'zimda bir chiq issiq sovuqni ko'rgan biri bo'lishim bilan ba'zi narsalarga bek unda hayajonlanib ketadigan Bazı azaplarga ağırıp ketadigan bir xarakterim yo'q. Men o'zimni bir tavlangan inson ko'raman, lekin bu ona mehri, bu ona bilan qaytadan uchrashish 20 yildan keyin bu insonni boshqadan bir yoshlik davridagi bir his tuyg'ularga, undan keyin 20 yildan bir yo'qitib qo'ygan bir ruhiy dunyosidagi kamchilikni aslidan qo'lga keltirgandan boshqa yangi bir hayotni boshlagandek his tuyg'ulardi bo'lyapti. Advokat Nuri Turkan apandi so'zining oxirida 20 yildan beri umidini va ishonchini yo'qotmagan, shuningdek bir kunmi o'zining holatidan shikoyat qilib boqmagan onasi Aysham xonimga bo'lgan minnatdorligini ifoda qildi. Mening opam jiq jafo chekkan bir ayol. 73 yoshga kirdi, hisobda 53 yil bir jafoning ichida bola biqish bo'lsin, ijtimoiy masala bo'lsin, undan keyin bu siyosiy ishlar olsin, shunda jiq jafo chekkan bir ayol. Lekin meningki ta'sirlanganim birinchidan menga opam bir qitimmi o'zining tortayotgan jafosi sababidan meni ayblab boqqanini bilmayman. Ikkinchidan umidini yo'qotganini bilmayman. Bir qitim telefonda yoki bir suhbatlarda balam yeshim cho'ngib ketdi, dadammi ketib qoldi. Meni qachon aksa deb so'rab boqqanini bilmayman. Bir shikoyat olib boqmadim. Bir ig'iz shikoyat yo'q. Shukra, hayotda meniki rizqim bor ekan, shukra. Shu minnatdorlikni aytishdan boshqa
hech nima chiqmadi og'iz. Shunchalik bir kang qo'saqliq bizning xalqimiz shunchalik bir reallikni qabul qilgan, reallikqa elekmullah shukr deydigan, kichikgina yaxshilikqa olam gibi qo'shildigan bir xil xalq. Shunchalik jafo, shunchalik ayrilish, shunchalik shu hasrat, nadomat ichida yashab, men bilan menga tunji qilgan gapi, men dadamga o'xshash boshqalar tarafidan uzutilmay, men sening qo'lingda uzutilsam deb orzu qilgandim. Xudoyim meni orzu armonimga yetkazdi dedi. Mushunchalik bani yo'q namini ko'rgan bir ona oxirgi orzusi o'g'illarimning qo'lida ussam degan ash bir yerga rock bottom eng to'van bo'lgan bir orzuga kelgan. Endi bu menga bek ta'sir qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Iroda tayyorladi. Angliya axborot to'ri BBC yaqinda Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik atalmish Şinjan pomidori qiyamlarga İtaliya markasi chopilinib, Angliya va Germaniya tanlov bozorlarida sotilayotganligiga doir bir tekshirish doklati e'lon qilgan ham hujjatli film ishlab taqatgan. BBCning doklati va hujjatli filmi xalqarada bo'lib, g'arb ellarida zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Shu munosabat bilan Shveysariyada turishlik ixtiyoriy muxbirimiz Habibulla hujjatli filmning rejissyori Mike Rodinni ziyorat qildi. Tövəndə diqqətinizə bunun təfsilatı bo'lsin. 2 noyabr kuni BBC taratqusi xalqaro kanali sho'xli qiyomi majburiy emgak bilan ishlanamdi. Tanlov bozorlarga tizilgan Şinjan sho'xli qiyomining orqa ko'rinishi degan temada 1 soatlik hujjatlik filmni e'lon qilib, g'ulg'ula qo'zg'adi. Bu filmda ayni vaqtda Xitoyning turmasida yotgan va majburiy emgak silingan 14 nafar shoid va siyosiy analizchilar, savdo mutaxassislari ziyorat qilingan bo'lib, filmda Xitoyning xalqaro eksport qilayotgan sho'xli qiyomi orqasidagi majburiy emgak va Bingtuanning qo'li atrofliq yo'ritib berilgan. Biz bu munosabat bilan mazkur filmning rejissyori, jurnalist Mike Rodin afandini ziyorat qildik. U bu filmning ishlanish jarayoni haqida ma'lumot berib o'tdi. Hi, Habibulla. Here we go. Here's some answers. BBCI investigations spent more than a year looking into how tomatoes produced with forced labor in Xinjiang make their way onto supermarket shelves in Europe. BBC kanali bir yıldan köprek vaqt sarf qilib, Uyg'ur majburiy emgaki bilan ishlab chiqarilgan sho'xilning Yevropadagi tanlov bozorlariga qanday kirdiganligini tekshirdi. Xinjiang haqida uchurga erishish nihoyat tez, ammo savarchanlik va astoydillik bilan hammani tepib chiqdi. Biz Xinjiangdagi majburiy emgaki chetishlik bir shirkatning sho'xlini Italiyaga eksport qilganligini, Italiyadagi shirkatning buningdan Angliya va Germaniya tanlov bozorlari uchun danliq markalik mahsulotlarni ishlab chiqaradiganligini bayqadik. Bu filmni suratga olish jarayonida filmning suratga olish gruppasi Yevropadagi Italiya, Shveysariya, Germaniya, Norvegiya qatorliq davlatlarga necha qatim borgan va 50 dan ko'p guvohchi ichidan 14 nafar guvohchini tanlab chiqqan. Guvohchilar ichida Turkiya Qarbuk universitetining doktoranti, ayni vaqtda vatanda turmada yotgan o'qituvchi Mahmudjonning aslimasi favqulodda bo'lib, uning bu filmdagi hikoyasi turmada ko'rgan qiyin qistoqlari to'lima ichinishlik edi. Biz bu munosabat bilan Mahmudjonni ziyorat qildik. U o'zining ayni vaqtda turmada tutib turilish va majburiy emgak silinish jarayoni haqidagi aslamasini radio anglovchilar bilan o'rtoqlashdi.
Ben Mamça Erkin, Atışarı Üstün Atışıza Yolçul Kent'te Dihan Ailesi'de dünyaya geldim. Dostum Ahmetcan'ın oğlunun xatm toyuğa təklifdən qatnış üçün Yenisanın Oçaq kentiga bordim. Mening Üstün Atış Yolçul kentidagi 3 el xizmat gruppasidan va kentimdagi saqchi markazidan, shundaqla yezliq hukumat saqchi markazidan isbot elib kelmaganligim uchun, nima uchun isbot elib kelmadim? Meni 2 kun Yenisanın Oçaq kentidagi saqchi markazida qoldim. 2 kundan keyin meni Udol Yakan turmasiga elib ketdi. Yakan turmasiga elib borgandan keyin o'xshashlan bir xil savol. Sen nima uchun xizmatdan chiqib ketding? Nima maqsad bilan Yenisaga kelding? Nima uchun o'zingni yezisidagi uchal xizmat gruppasidan saqchi markazidan isbot edib kelmading deb o'xshashlam savolni so'rab, ham u yerda sho'xilda ishga boshladik. Men tunji kuni 450 kilo vazifa bergan ekan. Men ammo 450 kilo vazifani to'shqizolmaganligim uchun saqchilar meni to'risqa bog'lab, esib qalin tas bilan urdi. Bizning o kamerada 15 dan o'shoq Uyg'ur bordi, ammo birsimizdan hargiz paranglashmaydik. Ismimizni so'ramaydik. Agar birsimizning ismini so'rasak yoki paranglashsak, saqchilar bilib qolsa qattiq uratdi. Turkiyaga chiqib ketganligim uchun onam va qarindishim Mehmetcha Erkin va boshqa tag'am, hammam, do'stlarim bilan 33 kishining kampga tutib ichirib ketganligini bildim. Bu filmga Kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy tadqiqotchisi Adrian Zenz, Amerikadagi advokat Rayhon Asad va Norvegiyadagi Uyg'ur ziyolisi Abduali Ayub qatnashgan. Abduali Ayub radiomiz qilgan so'zda Xitoyning sho'xili qiyomining Bangtuan bilan bo'lgan munosabati, bu filmni ishlash jarayonidagi qiyinchiliklar, bir qism guvohchilarning yenib olishi, shundaqla Bangtuanning majburiy amgikining faqat sho'xili qiyom bilan cheklanmaydiganligini bildirdi. Xitoyning Pamdur qiyomi Bangtuanda ko'lamlashgan. Asosliq markazi ishlab chiqarish bazasi Korla. Bu butun vatan o'z ichiga olgan nihoyat cho'ng bir ishlab chiqarish to'ri. Bangtuanning asosliq ezgilik mahsulotdi bu sho'xla qiyomi. Bu filmni ishlash jarayonida yuz bergan voqealar nihoyat ko'p. Birisi biz topgan Xitoyninki sho'xla qiyomi ishlab chiqaradigan zavodlarda ishlab baqqan, shirkatlarda ishlab baqqan, ondan turmadagi ishlab chiqarish bazlarida ishlab baqqan har qaysi turmlardagi kishilarning bir qismining guvohlikni yenib olishi. Bangtuanninki sho'xla qiyomi ishlaydigan zavodlarda ishlaganlar bir qism kishilar guvohlikni yenib oldi, ham guvohlik berishni xohlamadi. Bergan bo'lsa texnik yaxshi bo'ladi. Bu bir masala, kishilarning guvohlik bermasligi, guvohlik berishdan yenib olishi. Ba'zilarning qo'lida aniqda rasm bakanduq. Pamdur qiyomi zavodlarda, etizlarda ishlayotganlarninki rasmlari bakanduq. Amaliyotda Xitoyninki sho'xla bilan bog'langan nurg'un sirlar botdi. Bu sirlar oshkorlansa, bevosita hatta Uyg'urlarni boshqarayotgan kishilarning kimligi, bu yerda ziyonkashlik uchirg'uvchilar ham deyildi bu filmda. Lekin shu ziyonkashlikni qilg'uchi, shu jinoyatni o'tkazguchi Xitoylarning ismli kim bordi. Hozirgi bu filmda kam narsa guvohchilarning yenib olishi sababidan jinoyatchi tilga olmadi, jinoyatchi organ tilga oldi, albatta Gonning va degandek boshqa shirkatlar bor, lekin shu jinoyatni o'tkazguchi kishi, shaxslarning ismi tarixga yozilmay qoldi. Bu nihoyat muhim bir masala, bu bir afsusdalik ish bo'ldi. Pamdur masalasini emas, qizil much masalasini biz tilga olgan, ham mushning g'oyat paketlarini to'plagan. Lekin bu xabarda faqat shu bir mahsulotga markazlashish, ondan asosliq nuqtani gavdalantirish degan talab tufayli bu qizil much nimadan qilib qoldi? Temadan qilib qoldi. Masalan, bo'libmi, Pamudurdan lavsuruh qatorliq kirim buyumlarini yasash qatorliq sohalardan izlangan, lekin umu xabarga tilga ilinmay qoldi. Nurg'un masalan tilga ilinmagan taraflari bor. Masalan, buning asosligi shu Yevropa asosiy nuqta qilindi. Bu sho'xliningki shu Yevropadagi talla bozorlarida, Yevropa shirkatlarida. Endi buningki O'rta Osiyo, Sharq Janubiy Osiyo, Afrika, Latin Amerika bu davlatlardagi iste'mol qilinish masalasimi asl tilga ilinishlikda u taraf tilga ilinmay qoldi endi. Bundan keyingi tadqiqotlarda mush taraflar tilga ilinsa, unda bu tadqiqot axborot bilan ambarlansa texim yaxshi bo'ldi. Uyg'urlarningki qini amaliyotda Yevropaning og'zida emas, Afrika, Latin Amerikasi, O'rta Osiyo davlatlarining og'zida va shu davlatda yashayotgan kishilarning lavlarimi Uyg'urlarning sho'xli qiyom bilan bo'yalgan. Uyg'urlarningki emgak qon tari bilan bo'yalgan. Navbatda dunyoda setilayotgan sho'xli qiyomining 35% Xitoydan keladigan bo'lib, buning 75%ning Uyg'ur diyorida ishlab chiqarilganligi hamda uning
Xitoyning Uyg'ur majburiy emgiki bilan chetishlik ekanligi ma'lum. Rejissor Mike Rodin bu haqda to'xtalib, The deepest impression for me is always the human tragedy. It was very moving. One of our interviewees ta'sir qilgani bu xil majburiy emgakning orqasidagi insoniy fojia. Ziyoratimizni qabul qilgan biraylar majburiy emgak maydonida nimalarni boshdan kechirganligini eslaganda o'zini tutolmadi deb kelib, buning yerda balki men bo'lsam shundoq bo'lardim deydi. Uning bildirishicha, bu masala dushanba kuni Angliya parlamentida o'tir qo'yilgan bo'lib, parlamentning muhit, yemaklik va yezi ishlari muavin kotibi Defra bu masalaning intayin andishlik masala ekanligini o'tir qo'ygan. Bu programmani Shveysariyadan Habibullah Izchi tayyorladi. Yaponiyaning dаңлıq kiyim-kechak markasi Uniqlo şirketining xo'jayini BBCning ziyoratini qabul qilganda şirkat mahsulotlarining Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishliqi yo'qligini bildirgan. Bu xabar Xitoyda nihoyat kuchli g'ulg'ulaga sabab bo'lgan bo'lib, ijtimoiy taratqularda Uniqloni boyqut qilish talablari kuchaygan. Tövəndə diqqətinizə muxbirimiz Nurimanның bu vaqtdagi təfsili məlumatı bo'lsin. Yaponiyaning dаңlıq kiyim-kechak şirketi Uniqloning bosh ijroiya direktori Tadashi Yanai apandi 27 noyabr kuni BBCning ziyoratini qabul qilganda Uniqloning Xinjiang paxtasini ishlatmaydiganligini bildirgan. Bu dunyoga dаңlıq Yaponiya kiyim-kechak şirketi Uniqloning Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik deb ayblanib kelgan necha yildan buyon tunji qitim ochiq ifoda bildirish bo'lib hisoblanadi. BBCning muxbiri ziyorat jarayonida 2021 yildan buyon Tadashi Yanai apandining Uniqlo shirkatining mollarida Xinjiang paxtasining ishlatilgan yoki ishlatilmaganligi haqida aniq bir nima demaganligini ta'kidlagandan keyin bu savolni qayta so'ragan. Uniqlo shirkatining mollarida Xinjiang paxtasi ishlatilgan yoki ishlatilmaganligi haqida bir aniqlama bera olamsiz? Can you clarify if there's any cotton from Xinjiang in Uniqlo products? Tadashi apandi bu savolga javoban, yo'q, biz Xinjiangdan kelgan paxtalarni ishlatmaymiz deb javob bergan. No, we're not using cotton from Xinjiang. U yana, agar men bundan ortiq gap qilsam, bak siyosiy bo'lib ketadi. Shunga mush yerda to'xtab qolay deb ortiq gap qilmagan. Bu xabar Xitoyning ichi va sirtida keng tarqalgandan keyin Xitoyning ijtimoiy aloqa supalarida Uniqloni boyqut qilishimiz kerak. Xinjiang paxtasi dunyo bo'yicha eng yaxshi paxta degandek hashtag nomlar ostida Uniqloga qarshi kuchli g'ulg'ula paydo bo'lgan. X qatorliq xalqaro taratqularda Xitoyning tashviqot kanallarining Xinjiang paxtasi, Uyg'urlarning bayashat hayoti degandek temalarda tashviqot videolari texmi ko'paygan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy izchil turda Uniqloning eng chong bozorlaridan biri bo'lib qolmay, balki eng muhim kiyim-kechak ishlab chiqarish markazi hisoblanadi ekan. Bu shirkatning Xitoyda Yaponiyadan ko'p do'koni bor bo'lib, Yanai apandi BBCning ziyorati jarayonida o'zlarining Xitoyda 1000 ga yaqin do'koni borligini, kelgusida buni 3000 ga yetkazishni planlayotganligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Maoning Uniqloning Xinjiang paxtasini ishlatmaydiganligiga inkos qaytarib, Xinjiang paxtasining eng yaxshi paxta ekanligini, savdoga siyosatni aralashtirmaslikka kerakligini bildirgan. Xitoy hukumati Amerika va boshqa davlatlarning Xitoydagi majburiy emgak mollarini, jumladan Xinjiang paxtasidan ishlangan to'qilma buyumlarini cheklashiga qarshi turib kelayotganligi ma'lum. 2021 yil 3-oyda Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Xitoydagi majburiy emgak masalasini inkor qilib, ba'zi chet el shirkatlari Xitoyning ishini yeb, Xitoyning qozonini chiqyotidi degan edi. Zamonaviy qulluqqa qarshi qurilgan Amerikadagi Erkinlik birlashmasi tashkilotining xodimi Kirsta Bisnaud xonim bu vaqtdagi savollarimizga ilxat orqali javob qaytardi. U xitida Amerika qatorliq demokratik allarning Uyg'ur majburiy emgak masalasiga tutgan pozitsiyasining yer shari markalarining ta'minlash zanjiriga ko'rsatgan ta'siri haqida to'xtalib mundaq deb yozgan. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni butun o'yinlarni o'zgartdi. U simvollik emas, shirkatlarni rostilla tijorat usulini o'zgartirishga qisdimoqda. Shirkatlarning Uyg'ur rayoniga bog'langan mollari cheklimga duch kelganlikdan ular inovatini qo'g'dash uchun tirishyotidi. Boshqa rayonlar va davlatlarmi Amerikaning tutgan yo'liga ergashishi kerak. Biz bu yil Yevropa ittifoqida yangi majburiy emgak nizomini ma'qulladik. Biz boshqa davlatlarning pat yaqinda buningga ergashishini umid qilamiz.
Albatta bu hukumatlar va shirkatlarning dadil pozitsiya tutishiga bog'liq. Uningdan boshqa yana Tadashiga o'xshash ta'sir kuchli kishilarning javobgarligini surishti qilish kerak. Moda kiyim-kechak sohasidagi majburiy emgak masalasiga, bo'libmi Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan bulg'angan kiyim-kechak sohasiga diqqat tortib kelayotgan navbatda Fransiyada turishliq Xitoy moda kiyim loyihalaguvchi Louis Shin xonim bu vaqtdagi savollarimizga ilxat orqali javob qaytardi. U kiyim-kechak sohasidagi Xinjiang paxtasini cho'rdigan talash-tortishlar haqida mundaq deb yozgan. Majburiy emgak bilan bulg'angan materiallarni ishlatmaslikni tanlash huquqi loyihalaguvchilardan tortib iste'molchilargacha hamma odamga berilishi kerak. Moda sohasi bu turdagi sistemalik masalalar ustiga qurilgan. Shirkatlar va loyihalaguvchilarmi ma'lumotning kamligi sababidan ta'minlash zanjirini kontrol qila olmaydi. Bu nazorat qilish va javobgarlikni surishtirishni qiyinlashtirib etdi. Bo'libmi Xinjiang paxtasi dunyoning Xitoy bilan bo'lgan siyosiy munosabatining jiddiylashishi sababidan texmo sazgur temaga aylandi. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining yo'lga qo'yilishi va Yevropa ittifoqining bu yilgi majburiy emgak cheklash nizomining ma'qullanishi bilan shirkatlarning tanlashimi qulaylashidi deb qarayman. Ammo haqiqiy o'zgarish yanada ishlab chiqarishning har qaysi qatlamlaridagi kishilik huquqqa hurmat qilishni talab qiladi. Xinjiang paxtasi sababidan Uniqloga o'xshash qarshilikqa duch kelgan shirkatlardan yana Shvetsiyaning H&M shirkati, Nike, Adidas, Burberry qatorliqlar bor. 2024 yılı 9 ayda Xitoy Savdo Ministerligi yana Calvin Klein, Tommy Hilfiger şirkatlarining beshi bo'lgan PVH şirkatini hech qanday paketsiz Xinjiang paxtasini cheklaganligi uchun tekshirdiganligini bildirgan edi. Şirkatlarning Uyg'ur rayoniga o'xshash kishilik huquq dafsandachiligi bilan ayblangan rayonlardagi ta'minlash zanjiri haqida qaror chiqarishida yurgizilayotgan siyosiy tadbirlarning qanday ta'sir ko'rsatadiganligi haqida Kirsta Besnavut xonim mundaq deb yozgan. Shirkatlar hamisha o'tir yo'lni bo'ylab mengishga urinadi, ammo kishilik huquqqa daxl taruz qilish masalasida o'tir yo'l yo'q. Uyg'ur rayoniga o'xshash kishilik huquq ig'ir daxl taruzga uchrayotgan rayonlardan foyda olishni davomlashtirganlik ekspluatatsiya va bostirish sistemasini qo'llaganlikdir. Bir qism shirkatlar munosabatni uzishga boshladi, ammo nurg'un shirkatlar foydani yanala kishilik huquqdan muhim o'rin qo'yib Erkinlik birlashmasi tashkilotimiz dunyoviy harakatlarni safarbar qilib, shirkatlarning sukut qilib turib olishi va sherikligini qabul qilib bo'lmaydiganligini ta'kidlab kelyapmiz. Iste'molchilarning tonishini o'stirish ahvolni o'zgartiryapti. Louis Shin xonim Uniqlo shirkati Xitoyda duch kelgan inkaslar haqida to'xtalib mundaq deb yozgan. Men bu yangi qonun nizomlarning to'g'ri ish qilishini tanlagan markalarni qo'g'dishini, ko'rganimizdek Uniqlo qatorliq markalarning yo'lsiz boykot qilinmasligiga kafolat qilishini umid qilaman. Kishilik huquqqa hurmat qilgan markalarni mukofotlash kerak. Yana nurg'un markalar mahsulot ishlab chiqargan ishchilarga adil muomala qilishdan bakrak bozor etishga ko'ngli bo'ldi. Ammo hozir iste'molchilar ilgirga qaraganda texmi angliq bo'lyapti. Bu nihoyat aktiv bir yo'nalish. Shunga faqat haqiqiy samimiy harakat orqali markalar iste'molchilarning haqiqiy ishonchisini saqlab qola oladi. Uniqlo shirkatining bosh ijroiya direktori Tadashi Yanayi apandi bu yil 75 yoshga kirgan bo'lib, dadasidan miros qolgan bu shirkatni 40 yildan buyon boshqarib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Uniqloning bu yil 8-oygacha bo'lgan yillik hisob foydasi oldingi yildagidan 26% oshgan. Tadashi Yanayi apandi ziyorat jarayonida dunyodagi eng chong moda kiyim parcha setish savdogari bo'lish sifati bilan pensiyaga chiqishdan burun yer shari zanjiri bo'lgan Zaraning bosh shirkati indeksdan eshib ketishni nishonlaganligini aytgan. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Nur Iman tayyorladi. Yaqında Qozog'istonning Mir nashriyoti Uyg'ur olimlari nomli cho'ng hajmli bir ensiklopediya kitobi nashr qilib tarqatgan. Ma'lum bo'lishicha, 600 dan ortiq Uyg'ur olimi va mutafakkirning tarjimalari kirgizilgan bu kitobni Qozog'iston Uyg'urlaridan peshqadam ziyoli Tursunoy Teyupova tuzgan. 30 noyabr kuni Olmaotadagi bir o'rta maktabning zalida bu kitobni tanishtirish murosimi o'tkazilgan. Tuvanda buning tafsilotini ixtiyoriy muxbirimiz O'yg'ondan anglaysizlar.
30 noyabr kuni Almuti shahrining Sultonqo'rg'on mahallasiga o'rinlashgan Masim Yaqub nomidagi 101 maktab gimnaziyasining majlis zalida Uyg'ur olimlari nomli ensiklopediya kitobini to'nishtirish murosimi bo'lib o'tdi. Uningga ziyolilar, jamiyatlik birlashmalar vakillari, muallim va o'quvchilar, yurt jamoat vakillari bo'lib 200 ga yaqin odam qatnashdi. Uyg'ur olimlar kitobi Qozog'istondagi Uyg'ur milliy madaniyati va ma'arifi jankoyalarining biri. Peshqadam ustoz Tursunay Tiyipova tarafidan nashrga tayyorlanib, Olmutidagi Mir nashriyati tarafidan yo'riqqa chiqqan. Uningga dunyodagi 600 dan oshiq olimning tarjimali kirgizilgan. Mazkur faoliyatning beshida Uyg'ur olimlar kitobining lentisini kesish murosimi o'tkazildi. Uningga Tursunay Tiyipova bilan birlikda Mir nashriyatining mudiri Alisher Xalilov, muallimlarning bilimini mukammallashtirish institutining ilmiy xodimi Gulnara Nasirova va Tursunay Tiyipovaning cho'ng qizi Gulnara Mamatovalar qatnashdi. Murosimda tabrik bilan so'zga chiqqan Tinchlik dunyosi xalqaro qozoq ijodiy birlashmasining prezidenti Abir Nurmanov, Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining a'zolari Shoir Abdug'ofur Qutlug'ov va Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqi tarkibidagi Uyg'ur adabiyoti kengashining raisi Fatugul Maqsadova, Muxtar Avazov nomidagi adabiyot va san'at institutining bosh ilmiy xodimi professor Alimjon Hamrayev, Almuti shaharlik Uyg'ur etno madaniyat markazining raisi Osmonjon Obolov va boshqalar Tursunay Tiyipovaning nomiga iliq tilaklarini izhor qilib, uningga ham murosim uyushtiruvchilarga minnatdorligini bildirdi. Shoira Fatugul Maqsadova mundaq dedi: Bugun kitobning to'nishtirish marosimidagi bir cho'ng marosimda elbette bugungi kunimiz uchun nihoyat zo'r marosimda yana shu kitobni suyadigan, xalqini suyadigan, xalq uchun xizmat qilgan odamlar chiqib o'tiribdi. Men Turkmanistonga musulmon bir qahramonlik qilish uchun yana tabriklab rahmat aytaman. Mana shu 652 olim to'g'riliq ma'lumotlar to'plab kitobni chiqarib xalqning oldiga akilish uchun qanchalik emgak ketganligini mana Turkmaniston o'zi bildi, ham shunga o'lcham qo'llanadi. Fatugul Maqsadova o'z so'zida shuningdek, Uyg'urlarning faqat taomlar, naqsh-usullar bilanla emas, balki bebaho kitoblari, atoqli olimlari bilanmi faxrlanish lozimligini o'tirg'a qo'ydi. Ma'lumotlarga qaraganda, Tursunay Aysa qizi Tiyipova ayni vaqtlarda Qozog'istonning hozirgi Parfilov nahiyasining Yarkan shahridagi Xelil Hamrayev nomidagi o'rta maktabda ustozlik qilgan. Unda uzun yillar davomida jamiyatlik ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. Oxirgi yillari Qozog'iston xalqi birlashmasi tarkibidagi Uyg'ur bo'limiga taklif qilinib, Jumhuriyatlik Uyg'ur onalar kengashi fondini boshqargan. Mazkur murosimda so'zga chiqqan Tursunay Tiyipova xonim ona tilida o'qishning afzalliklarini alohida ta'kidlab mundaq degan: Uyg'ur olim qizlarining 70% Uyg'ur yuzlari tug'ib o'sgan. Yana 10 klasslarni bitirib, kandidatskiy doktorliklarni ruscha, qozoqcha, o'zbekcha yapilgan. Buning o'zida Uyg'ur sinflarining kelajagi yo'q deganga javob emas bu degan maqsad bilan olib qo'yib, buni ishlab chiqardi. Tursunay Tiyipova o'z so'zida yana mundaq kitob chiqarishni oson emasligini nihoyat yaxshi tushungan bo'lsa-mu, ammo boshqalarning taklifini rad qilishga vijdonining chidamg'anligini, shunlashqa oilasini, bo'libmi qizlarining qo'llab-quvvatlashi bilan bu ishni muvaffaqiyatli tamomlaganligini o'tirg'a qo'ydi. U mazkur kitobni tayyorlashda ko'plagan texnik qiyinchiliklarga duch kelganligini, bunga nurg'un vaqt va emgakni sarf qilinganligini bildirgan. Rajim ziyoratini qabul qilgan professor Alimjon Hamrayev apandi mundaq dedi: Tursunaydan Tiyipova Sharqiy Turkiston xalqining milliy ozodlik inqilobining tashkilotchilarining biri, ismi rivoyatga aylangan general Zulum Tiyipovning sulolasidan so'ng'asqa o'ylaymanki, Tursunaydan mushundaq bir cho'ng'ishqa da'vat qilishningki bir sababini men ana shuni deb bilaman. Ben mushu yillar davomida Tursunaydimizning kelib bo'lgan ishlarga mudaxil bo'lgan odam, nihoyatda javobliq mehnatkash adimiz uzoq yillar mobaynida Uyg'ur olimlar to'g'riliq ma'lumotlarni, axborotlarni yig'ib bir yerga jamladi. Unda aytganda bu bir institut amalga oshiradigan ishlarni yolg'iz beshi bilan o'zi bevosita kechkinduz qilmay shu ishning hudisidan chiqdi. Biz so'ngra ba'zi chog'larda hayron qolamiz.
baholıq məlumatlarını tapqılı buldu bu kitapta. Hem bizning Uyghur xalqininki hayotida parlagan yulduzlar to'g'risida axborotlar tunishga fursat bor. Endi bu yerda asosiy jihatdan xalqarada bizning istiqomat qilayotgan chet yashayotgan ziyolilarimizdan Erkin Sidiq apandining ko'rsatgan tajriba, uning yozgan, to'plagan materiallardan foydalanganligi aniq. To'snadamga nihoyatda bog'liq maslahatlarni berib turgan. Umuman aytganda 30 yillik izlanish natijasi deb qarayman. Ziyoratimizda qabul qilgan Uyg'ur ovozi gazetining javobgar kotibi Shamshiddin Ayub apandi mundaq dedi. Millatimiz jonkuyari Tursunoy Tepaning Uyg'ur olimlar to'g'riliq ensiklopiya jamg'armasida ishlayotganiga xeyli yillar bo'lib qoldi. 2015-yili 103 olimlarni ichiga olgan Uyg'ur olimlari nomli kitob yorib ko'rsa, 2018-yili shu kitobning davomi sifatida 175 olimlar kirgan ikkinchi to'plam nashrdan chiqqan edi. Endi bu kitobga yana barliq olimlar qo'shib, umuman yaqin olimlarimizning tarjimaholi va ilmiy faoliyati berilgan. Kitob 665 betdan tarkib topgan. Albatta bu intayin cho'ng ish. Tursunayda olimlar to'g'riliq boshqa manbalarni, masalan, Erkin Sidiqning Najillik Uyg'urlar, Isroil Ismoilov va Abduljon Barayevning Uyg'urshunoslik va Uyg'ur olimlari to'plamlarini, shundaqla Urumchi nashr qilingan xalqaro til va tarjima jurnali o'xshash manbalarni foydalangan. Haqiqatda aytganda kitob muallifining xeyli izlanganligi va cho'ng moddiy va ma'naviy chiqim qilganligi bayqab turdi. Məsim Yaqub nomidagi 101 maktab gimnaziyasida Uyg'ur olimlari kitobini tonishtirish marosimida Tursunoy Tepova Tinchlik dunyosi xalqaro qozoq ijodiy birlashmasining Abay medali, shuningdek Qozog'iston Uyg'urlarining jamiyatlik birlashmasining do'stlik belgisi bilan taqdirlandi. Marosim davomida maktab ustozlari ham o'quvchilari tarafidan tayyorlangan san'at programmalari ko'rsatildi. Hurmatli radio anglovchilar, bu programmani Almutadan O'ygan tayyorladi. Türkiye'nin İstanbul şəhərində quruluyotgan Uyğur məhəlləsinin 96 turalğulu quruluş türünün dəstəki qismi bitib, ailələr köçüb kirishə başlagan. Məlum buluşca Kanada Yardım Cəmiyyəti İKNA'nın yardımıyla selingan bu quruluş türünün dəstəki qisminin bitiş murasimi ötən həftə ötküzülüb, ailələrə üyü açqıcı tapşırılgan. Tövəndə bunun təfsilatını ixtiyari muxbirimiz Arslandan anlaysınlar. Assalamu alaykum, hörmətli radio anlıqçılar. 28 noyabr günü Türkiye'nin Ardahan Üniversitesi ve Ardahan Fen-Texnika Tuluq O'rta Mektebining hamkorligida tarixdan bugungacha Sharqiy Turkiston masalasi va Turk dunyosiga ko'rsatadigan ta'siri degan temada yig'in o'tkazildi. Yig'inga Ardahan Üniversitesining mudiri professor Mahmad Bibar va universitetning o'qituvchi va o'quvchilari, shuningdek Ardahan Fen-Texnika Tuluq O'rta Mektebi, Ardahan Selim Tursun oğlu İmam Hatip Tuluq O'rta Mektebi, İbrahim Erdoğan Kaspi Texnika Tuluq O'rta Mektebining o'qituvchi va o'quvchilari bo'lib, ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'in Ardahan Fen-Texnika Tuluq O'rta Mekteb o'quvchilaridan Dila Tangrivardi va Gökdengiz Oydinning Sharqiy Turkistonga ozodlik nomidagi she'rni deklamatsiya qilish bilan boshlandi. Yeniden yaşatsın destan çağını, yücelsin Kaşgar'da han otağını, Altay'ı, Pamir'i, Tanrı dağlarsın, azad olsun Doğu Türkistan. Yığında Beycan'daki Milletler Üniversitesi'nin sabık o'qituvchisi, Xitoy doiralari muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan kishilik huquq faoliyatchisi Ilhom To'xtining hayoti tunishtirilgan hujjatlik film ko'rsatildi. Yig'inda so'z qilgan Ardahan Universiteti mudiri Mahmad Bibar apandi
Uyg'urlar masalasini hal qilish uchun ilmiy usulda bir yo'l tepish kerakligini ta'kidlab, mundoq dedi. Bize umut bağlayan, ümit besleyen, dünyanın dört bir yanında kulağı gözü bizde olan insanlar var, mazlumlar var. Bu Doğu Türkistan'ı böyle. Sharqi Turkiston qatorliq dunyoning o'xshamagan joylarida bizdan to'rt ko'zi bilan umid kutayotgan mazlum insonlar mavjud. Adolatsiz bir dunyoda yashayotimiz. Buningdan qutulishning birdan-bir chorasi o'zimizni taraqqiy qildirib kuchli bo'lish. Biz universitet akademiklari bo'lish sifatimiz bilan bu masalani ilmiy usullar bilan hal qilish yo'lini topishimiz kerak. Yig'inda Tarix fanlari akademiklar jamiyati bosh maslahatchisi Doktor Suat Vural apandi so'z qilib, biz ona yurtimiz kommunist Xitoyning zulmi ostida igichaqsiz qolgan Turk dunyosining qangan yarasi Sharqiy Turkistonga ko'ngil bo'lamiz va yolg'iz qo'ymaymiz. Bu masalaga ko'ngil bo'layotgan butun do'stlarimizni tabriklayman va tashakkur bildiraman dedi. Kızılçin zulmüyle anasız bırakılan Türk dünyamızın kaynayan yarası Doğu Türkistan'a göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı Yig'inga taklif bilan qatnashgan Anqara Hoji Bayram Vali Universiteti tarix bilim o'qituvchisi professor Varis Chakan apandi tarixdan bugungacha Sharqiy Turkiston masalasi va Turk dunyosining kelgusiga ta'siri degan temada so'z qilib, Sharqiy Turkistonning qadimiy tarixi, Uyg'urlarning hozir duch kelayotgan besim, osmonasi va irqiy qirg'inchilik qatorliq temalar to'g'risida to'xtaldi. U so'zida Xitoy zulmi faqat Sharq Turkiston xalqi bilan cheklanib qolmasdan, Turk dunyosining kelajakini salbiy jihatdan ta'sirga uchirtdi deb ko'rsatdi. Sıra yanı başındaki diğer Türk Cumhuriyetlerine ve sonra ülkemizin de içinde bulunduğu Türk İslam aleminin bir tehdit altında kalacak. Profesör Varis Chakan apandi Uyg'ur ilining coğrafiyalik ahamiyati to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Doğu Türkistan Çin'in Gobi Çölü'nün ilerisindeki ve setin arkasındaki, yani buradaki set Çin Seddi tek işgal bölgesi. Sharqiy Turkiston Xitoyning Gobi cho'lidan yiroq Sadichin sepilning orqasiga joylashgan birdan-bir ishg'ol qilingan rayondir. Bu sababdan Xitoyning g'arbga ochiladigan chiqish eg'izi hisoblanadi. Sharqiy Turkiston zamini jo'grafiyalik o'rnining siyosatga ko'rsatadigan ta'siri va strategiyalik afzalligi sababidan Xitoy uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan bir jo'grafiyadir. Shuning uchun Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkiston zamindan chekinib chiqib, mustaqil bir davlat qurishga qat'iy yo'l qo'ymasdan yerli xalqqa besim ishlatib, zo'ravonlik bilan ishg'oliyatni qabul qildirishga urinayotdi. Yana bir tarafdan Uyg'ur xalqini uchir egallash va aloqa qilish qatorliq butun erkinliklaridan mahrum qoldirib, Sharqiy Turkistonni usti uchoq turmaga aylantirdi. Hamda butun kuchi bilan Uyg'ur masalasini dunyo kun tartibidan yiroq tutishga urinmoqda. Bölgeyi mümkün olduğunca dünya gündeminden uzak tutmaktadır. Profesör Varis Chakanning qarashicha 21 asrda eng cho'ng kuch bo'lishga urinayotgan Xitoy hukumati Uyg'urlarning Xitoyga bo'lgan qarshiligini qisqa vaqt ichida bostirib yeta olsa, ishg'ol navbati O'rta Osiyodagi Turkiya jumhuriyatlariga keladi. Undan keyin Turkiyani o'z ichiga olgan islom dunyosi tahdid ostida qoladi. Shunga Uyg'urlardagi qarshilikni qandoq bartaraf qilish Xitoy uchun bek muhim. Dal mushu sababdan hozir Sharq Turkiston masalasi deb qaralayotgan ishlar allaqachon Uyg'urlar masalasi bo'lishdan olqib, kengayimchilikka mast xo'sh bo'layotgan Xitoy hukumati bilan Turk islom dunyosi o'rtasidagi masalaga aylanishga yuzlangan. Shundoqla Turkiya Jumhuriyati va Turk millatining egilik huquqi va davlat manfaatiga chetiladigan muhim bosqichga kelib qolgan. Shundoq bo'lganligi uchun Turkiya navbatdagi strategik siyosiy jo'grafiya nuqtasidan bu vaqtda jiddiy bir kelishim tuzib chiqishi zarur. Professor doktor Varis Chakan so'zida yana Turkiyaning Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatilganlikni aybladi va mundoq dedi. Madem biz bu projeye dahil olduk, ben hükümet hani bunu çekilsin demiyorum. Ama Türkiye avantajlarını kullanarak hem kendisi için hem kardeşleri için burada dirensin ve burada Türkiye bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatilgan bo'lsa, men hukumat bu plandan chekinib chiqsin demayman. Ammo Turkiya o'z afzalligidan foydalanib, o'zlari va qarindoshlari bo'lgan Uyg'urlarning foydasiga bir plan tuzib chiqishi hamda o'z qarshiligini ko'rsatishi kerak.
Shunaq qilganda Xitoyning bir bilvoq, bir yo'l qurilishiga ta'sir ko'rsatadi. Turkiya shunaq qilganda Turk dunyosi uchun bir umid nuri bo'ladi. Yaqindan buyon Turkiyaning o'xshamagan joylarida universitet va ijtimoiy tashkilotlarning uyushtirishi bilan Uyg'urlar masalasi to'g'risida ko'plab yig'in va faoliyatlar uyushtirilib kelmoqda. Tarixdan bugungacha Sharq Turkiston masalasi va Turk dunyosiga ko'rsatadigan ta'siri degan temada yig'in o'tkazilgan Ardahan shahri Anatoliya rayonining sharqiy shimoliga joylashgan 100 ming nüfuslik bir shahar bo'lib, poytaxt Anqaradan 1100 kilometr uzoqlikda joylashgan.